Bilasizmi, har bir taomning o'ziga yarasha bir hikoyasi bo'ladi. Masalan, go'shtli pirog. Men uni tayyorlashni har safar boshlaganimda bolaligim yodimga tushadi. Onam oshxonada xamir qorayotganda men yonida turib yordam bermoqchi bo'lardim. Endi esa o'zim ona bo'ldim. Bolalarim pirog hidi chiqishi bilan oshxonaga yugurib kelishadi. "Ona, pirog tayyormi?" deb so'rashadi. Men esa ularning ko'zlaridagi quvonchni ko'rib, charchoqlarimni unutib qo'yaman. Go'shtli pirog bu oddiy taom emas. Bu oilaviy quvonch, iliq xotiralar, dasturxonda birga yig'ilgan yaqinlar, bolalarning beg'ubor kulgusi. Shu sababli men uni nafaqat mazali taom, balki mehr bilan pishiraman. Chunki mehr qo'shilgan taomning ta'mi ham boshqacha bo'ladi. Shu bois siz ham bu pirogni tayyorlab yaqinlaringizni xursand qiling. Ishoning, issiq pirog dasturxonga qo'yilganda nafaqat ishtaha ochiladi, balki yuraklar ham bir-biriga yanada yaqinlashadi.